Teparoqdan qo'ysang, shabadasi ham keladi basharamga. Og'zingdan qo'ysang yaxshi bo'ladi. Yelay qo'yib nima qilasan? Qorasa, yo'q, mol. Parosatingga paytava dadam uxlayapti ham demaydi, pasaytiradi uni. Pasaytir deyapman men senga. Rahim! Taqqillatorma, seni so'yab! Rahim! Katta qo'layiniki taqqillatyapsanmi? Junpay paqqa jun qilaman hozir. Amaga Rahimni chaqirib oling, o'ynamoqchi edim. 50 gradus issiqda inayda ammasini uyda o'ynaysanmi? Yo'qol. Voy bu issiq. Sizma qilib qo'yapti-yu. ¿Y qué fue? Qulam taydi ishi, qulam taydi. Katta bola bo'lib qoldi. Salimda ma'noli qo'shiqlar eshitgan. Masalan, Yulduz Usmonova YouTube'ga kirib qidirgin. YouTube'ga kirib nima qilaman? Hadi, mana Telegramda, Instagram bot bor-ku. Mana qarang. Yulduz Usmonova. Ko'rdingizmi, nechta ashula chiqib kelyapti? Temundachi muzikalarchi 8da konsertni zal har xil equalizerlarda qilsa bo'ladi. YouTube, Instagram, Facebook, TikTokdagi har xil videolarni skechas qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo'qmi, shunaqa narsalar chiqib ketdimi? Biz paytda kaseta yurardik. Apkachi Shahlo Ahmedova. Men seni ko'ryapman. Mahallani obodonchiligiga qarash. Skripkaga sim qilaman oma. Dame un grr, ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? ¿Un qué? un grr. Asabimga o'ynashma, hozir mana itni qo'yib yuboraman, girr qiladi. TikTokka trend olguncha-chi, ota-onaning duosini ol, kelib oyog'ini uqala. Bakar, mo iting bo'shab ketibdi, ol. Rais bor, qo'lga nima bo'ldi? Kecha qo'limni kesib oldim, achishyapti. O'g'lim siyorsinmi, yaxshi bo'lib ketadi. Kecha 1 yoshli nevaram chichib ham tuzatolmadi. Assalomu alaykum rais bova. Kukumba, qalay ishlar? Qo'limni chiqarib olib, qo'ltiqda qurib kelyapti. Ha, issiqni ko'rmaysizmi? Meni sentrga tashab qo'y. Yo, rais bova, uyga tez kirmasam bo'lmaydi. Nimaga? Xotin tez kiring degandi. Mana shu gapni aytganda ichingda nima turibdi? Shu aytib o'tdimi, o'tmadimi? Yo'q. Ertaga ishxonamga o't, men senga ish beraman. Voy, qanaqa ish rais bova? Xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lasan. Tur yo'qol ko'zimni ko'rinma. Endi jitmas qilib o'tiribsan. Yaxshimisan, xabaring bor, o'g'lim Rossiyaga ketgandi-yu. Pul yuborish kerak edi. Aksiyali bugun yakshanba bank ishlamas ekan. O'g'lingga telefon qilib ber. Nog'izim zapchasi, qalaysan? Charchayasan? Musofirda yuribsan, sog'lik, salomatlik, tuman boylik. Lekin bitta narsani bilib qo'y. TikTokka kirib, ana qizlarga sovg'a tashashni bilasan. Dema. Hozir menga qara, Play Marketga, App Store'ga kirasan. Mo'so so'ramagin, rus qizlarga qaramagin. Chiroyli bo'lib, gunohni bitta o'qimasdan uyga tez kelgin. Sopiltiriq, tez payda tez tortib olsin. Maryam. Ha, Potramiol hali ham polpisliging qolmabdi-da. Hayat şaşırtır zaten. Hey, mamnaqa emas, mamnaqa bo'ladi. Men Benomni konsertida balkonda o'tirgandim-da, menga minday ko'rindi. Hayat şaşırtır. Mahallaga yaxshi qarash. Toshkentga ketyaptimi? Somsaxonaga sovus qilamanmi? Nimadir chaqdi-da. Qon shirinda, qon. Voy rais, bu Toshkentga ketyapsizmi? Toshkentga ketyaptiman, Toshkentlikman, ha? Voy, meni ham olib keting. Bo'ldi, hozir Petakka boraylik, Damas bo'lsa ketamiz Toshkentga. Mashinangiz yo'qmidi? Bo'pti, o'zim yetib olaman. Qorason kasalligi odamning oyog'iga chiqadigan bo'lsa, oyoq kesib tashlanadi. Chunki sabab qorason kasalligi butun tanaga tarqab ketmasligi uchun. Rais bor, Toshkentga ketyapsizmi? Meni olib keting. Biz to'ldik-da, sen qambar qassobni oldiga bor, bitta kamiydi. Bor, yugur. 3. Ali, qambar bitta qorason jo'natyapman. Bitta gaplashamiz. Aka, Toshkentgami? Toshkentga lekin to'l dedi, orqaga qarab olasiz. Yo'q, mayli, shoshilayotgandim. Chiqing. Singlim. Mashina chiqmay qoldimi? Mana shu o'tirishingizga bitta shirakni qarashni qilib beraman-da. Qimmat butikka kelib qoldimmi deyman-da. Otaxon, ko'nglingiz to'q qiling, bizda narsalar qimmat emas. Yuring bu yoqqa. Brend Rose do'konimizda xohlagan narsangizni narxi atigi 59 ming so'mdan. Yo'qmi-yo'q? Otaxon, turing, bu aksiyamiz 8-iyungacha davom etadi. Sizni bir chiroyli kiydirib qo'yaman. Turing.
Diyorajon jon qizim, bir shaharga kelib aylanib ketaman deyodim dam olib. Shunga iltimos, mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shni hech kim bilmasin, xo'pmi? Adam bilan gaplashing. Uyalama. Nimadan uyalasiz? Yeb qo'ymaydilar, dadilroq bo'ling. Qochayapti. Oldin suv ichib yuboring, keyin kelasiz. Adam desa qattiq qo'llar. Ha, ming'illama, qo'qqanni qulog'i sinsin, o'zim gaplashaman dadem bilan. Rahim, oshniyasi bordimi? Rahim tog'a. So'ljayib o'tiraverasizmi? Gapiring. Rastavit. Ha, siz ham o'zingizni ko'rsatavermang. Qizimni sevasizmi? Qoshiq olib kel. Nimaga? Tili ketadi hozir buni. Qizinglar qon qo'radi. Soat 2 da ham telefon qiladi. Sizni sevaman, o'lib qolaman, o'zimni o'ldiraman, bir nimalar. Va nima deyapsiz? Ha, siz vatentak qilib turing. Nima ish qilasiz? Katta korporatsiya rahbari. Korporatsiya nima degani? Korporativ deyapti. Ani ishchilik qilib o'tiradi-yu, jo'raboshi degandek gap. Hop, kuyov bola. Nima ish qilasiz o'zi? Taksichilik qilaman. Oma kecha yomg'irda shunaqa yondi, soqqani yomon ishladik. Bolalarda огородga o'tkazmaylarda pasha bosadi. Voy, o'l, taksi ekan-ku. Siz Elon Musk qizisiz a? Pulis jaralab yotibdi, to'g'rimi? O'zingiz issiqdan pomarqit materialda ko'ylak kiyib olgansiz. Har narsani gapirmang. Ha, siz ham ayezga o'xshamasdan juppa-jup qilib turing. Men shuni shig'iylar sevaman doma. Niyat qilardim bo'lajak qaynama oldiga kelib yangi chiqqan Honor 400 Lite telefon qarang asalligini. Sabrissimo. AI kamera tugmasi bilan tez ishga tushirish, yaqinlashtirish va qiyinchiliklarsiz videoga olish imkoniyatiga ega. 108 megapiksel bilan ajoyib suratga olasiz. Uzoq muddatga ishlab beruvchi batareykasi ham mavjud. Qani funksiyalari yoqdimi? Ha? Bo'lajak qaynamga maqtanay dedim, yangi telefon joni sog' bo'lsin. Yashamaylik ekanda. Menga qara, yoshlar baxtli bo'lsin. Bu nonni sindiring. Nonni sindiring, baxtli bo'lsin. Ko'p sindiring. Qani, bismillah, yoshlar baxtli bo'lsin. Ey, otaginam mana masajlar qilib qo'yaman, joningiz sog' bo'lsin. Bosh qo'ying, kallalaringiz bosh qo'ying. Qirs. Voy. Dadasi? Dadasi? Dilnoz yaxshimisan? Charchamaysiz? Men qarang, non sindirildi, ha, ama gapdan qaytish bo'lmasa, erkak bitta gapiradi. Qo'ya sultinglar to'ygacha yaxshi bo'lib ketadi. Tur rahmoq, uyg'onib ketadi. Nima balo, qaynatangiz benzapila yutib yuborganmi? Mana uni qarang. Bilmayman. Yo, to'g'risida mana ushang. Aralaymiz, ketdi. Torting. Yur. Kelib qolinglar, mana bolajonlar uchun sharla ishirib beramiz. Jinni pochini nima qilding? Pochcha zo'r qurayotgan ekan. Vulkanizasiyada ishlasachi, zo'r pul topadi. Bir yo'qol. Voy, adasi. Xudo xola bamisoli poyez ekan. Bu xonadonda yashab bo'ladimi o'zi, opa? Qanday chidayapsiz? O'rganib ketganman. Yaqinda Ginneslar kitobiga kiritilasizlar. Yana boshlandi ana. Traktorlar tirildi. Opam ham yo'q bo'libdi. Doktor kattaga ketmasdi. Opa, senga maslahat beraymi? Tezroq Xonsaroydan uy olib chiqib ketgin. Mana xurrachilar dastidan do'mni qulatasizlar. Xonsaroyda uylari pishiq bo'ladi-da. Qani qo'lingni duoga och. Otam senga chiqib ketayotganingda toshdek qotgan borgan joyingda deganmi? Toshdek qotgan, yapishib ketgan. Iloji bo'lsa uyga bormagin. Tushundingmi? Bizga ham yo'q to'g'ri. Tashamaylik ekanda. Tug'ilgan kunim. Voy, shu uyalchang kuyovimiz rosa polpista. To'g'ri qilib cho'san. Qaynatammi? Sharmanda bo'lding. Kelinglar, assalomu alaykum. Qora sati yo'q. Tort. Tonnasizda dadasi. Harbilar kiyamani. Voy, o'lmasam sharmanda. Ha, mososramasdan tortishinglar qizinglarga. Trend olyapmiz. Men choy damlab kelay. Voy, sharmanda qilmang, hozir o'zim damlab kelaman. Ha, bola tug'ilgan kuningiz bilan ana mana sirni kiyib yurasiz. Tug'ilgan kunlar bilan. Og'ziga so'zga solganingizga xafa bo'lib qoldi shekilli. Dadasi? Onagina ham tug'ilgan kunimga xush kelibsizlar, abdushi. Assalomu alaykum kiyim bola. Dada, siz oyog'ingizni yuvib keling. Agar oldimda o'tirsangiz, chishingizni ham yuvib keling, boring. Voy, o'ling. Voy, o'zingizcha spodi bermang, gigiyenaga qarasin deyapman. 30 yil yashadingizmi mana shu odam bilan? Bitta savol kelyapti-da. Chisni o'da xomidan yedingizmi, pishgandanmi? Boringizlar, chishingizni yuvib keling.
Bunaqa o'yin bo'lsa dunyoni tark etging kelib ketadi, tavba qildim. Nasiga ham olib kelaman tug'ilgan kunga. Hali li deganda olib kelmabsizlar. Bunaqalik sasiyotganlarda 20 ta yotibdi aytdi, yuvilmagan. Voy adasi ishli bilan bo'lib yuvish esimdan chiqibdi. Qizingiz beparosatlikda birinchi o'rinda turadi. Ishoning, quyib qo'yganda o'zingiz. Voy, qadam o'rgangansiz mana shu narsani. To'xtanglar-da. Ana paypas sovg'a qilganinglar miyamga chiqib ketdi. Undan ko'ra valni xolodilligida sovg'a qilmaysizlarmi? Samarqandlik opamiz bitta valni xolodilligini sotib oldi, bitta Damas yutib oldi. Kech qoldikmi endi? Ya qanday kech qolasiz? Bitta Damas, bitta Cobalt, bitta Onyx turibdi va ko'plab sovg'alar turibdi. Bitta valni xolodilligini sotib olsangiz bo'ldi. Siz mashina yutib olasiz. Har oyda oxirida o'ynashyapti mashinani. O'zimizning milliy brend hisoblanadi valni xolodilligi. Happy birthday to you. Mana shu o'zingizni qo'yib yuborsiz, ipingizni yechib yuborsiz, bo'shalib ketdingiz. Hozir buyuzi Amerika massasi bilan uradi. Dada mashinangizni sotsa nech pulga ketadi? 30 ming dollarga ketadi o'g'lim. Bir urib 3 mingga ham ketmaydigan qilib qo'ydi. Hazzalar ko'randa sen meni xo'loq o'ran qilasan bir. Evet, kitabra. O'la qo'rqtording-a? Dada jo'jalarga suv beraman deb benzin berib qo'yibman. Xudo chiqib tinchlik bo'lsin-da. O'zlari kunda jo'jalarga nima bo'ldi keyin? Dada jo'jalaringiz benzin ichgandan keyin qisa anomal issiqda reaksiyaga kirishib, olov purkayapti. Drakon bo'lib qoldi jo'jalaringiz. O'zlari kunda jonimdan jah to'ydirdi. O'zingizga qo'ysan nech pul ketarkin-a? Kattalardan hech kim yo'q ekan, middan kelish shekilli. Kim bor? Qarab boringlar. Dada gazdan kelishdi. Keling. Yaxshimisiz? Dada meni to'kurdi. Ha, zarar ko'rgandan yana nimani boshlading? Yangi olgan elektromobilingizni transformatorda zaryad qilaman degandim. Transformator portlab ketdi. Elektromobilingiz ham bang portlab ketdi. Keyin hali urushtirib yurgan dakan xo'rangiz bor-ku, uni ham to'kurdi. Jonimga chiqib ketding sen zarar ko'rganda. Yo'qol. Voy dada yaxshimisiz? Ha, rahmat qizim, ancha yaxshiman. Kuyov siz yaxshimisiz? Shu beparosat kuyovim bor deb baxillarni qattiq yeyishni ham bilmaydi. Qararo atamaska qaynatan. Mana jichi chiqib ketsa ham o'sha deb yotib olasiz-a? Vahima qilmay kuyov bola. Meni ko'rganimni olib keldingiz. Moni olib keldim, moni. Helikopter. Nevarasi vertolyotini olib keldim. O'ynab o'tiramiz. Ukol vaqtingiz bo'ldi. Men ukoldan qo'rqaman. Sizga qilmayman-ku. Bo'pti, keling, sizga ham qilib qo'yaman. Kuyov bola, sen naroyoting siqilib qoldik. Juda bir besonaqasiz-da. Moshilanga nima qilyapti? Ukol vaqtingiz bo'ldi. Bo'ldi, men gol qilib qo'yaman. Yo'q, o'zim qilaman. Yo'q, tuzalsa yaxshi tuzalsin deb kattasini olib kelganman-da. Voy, nima qilyapsiz? Qatirmang, dada, qatirmang. Kuyov bola. Qatirmang. Onasini ham sen boshqa joyga ketib qoldi. Bilsangiz qilmaysiz, ha? Voy. Kuyov bola, oling bu narsalardan yeb o'tiring. Ko'chada ovqatlanib kelgandim. Shu yeganingizdan bir kosa olib kelmabsiz-da. Hammaga tuz ishlamayaptimi? Agar ha desangiz ko'zingizni yuming. Noto'g'ri qilganda, ko'ldi. Voy, iflos. Trenddagi suvlardan chiqib qo'yasizmi? Flavisda yangi chiqqan o'rmon mevali ta'mimi? Vo. Ichasizmi? Ha deganingizda berardim. Ammo zo'r suvda 7 yoshdan 70 yoshga